Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana xudo xolisi keyingi ishlarimizni ham bitkazib oldik. Bu xonadonimizga 2 ta eshik bittadan qo'yganmiz. Krashenli 08 NF'da. Eshiklarimiz o'rtasi rishotkali, bunisi dilali. Yopiq. Hop, eshiklarimiz zamonlari 3 tadan oshiq mashinalari bor. Nalashnilarga alohida baho berasizlar xudo xolisi. Oldorga atkladka bir xil, o'rtasi fotonli atkladkalarni shampanga sepib berganmiz, tilla svetda. Bularimiz oynali, oynalarimiz oq yevreka. Hammasi germetiklangan, xudo xolisi. 3 tadan oshiq mashinalar qo'yib, eshiklarimiz polni rezinkada mana. Yopilishiga alohida baho berib qo'yasizlar. Hop. Romlarimiz orqadan ko'rinish, romlarimiz bitta o'rtadan ochiladigan bo'lgan. Osha zamonlarga ham alohida baho berib qo'yasizlar. Akfani stilidagi zamonlardan orqalarini o'rab berganmiz, penalar ko'rinmasligi uchun. Remontlari hamma yo'q bitibdi, xudo xolisi. Remontlari juda ham chiroyli chiqqan. Eshiklarimizga mos, eshiklarimiz ham remontiga mos bo'lgan, xudo xolisi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. 1.300.000 so'mdan qilib berganmiz kvadratini. Manzilimiz Andijonda, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Kelishib bo'lsa, o'rnatib ham bera olamiz. Mana, xudo xolisi hammaga nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.